Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Gentra mashinasi. 2020-yil 87 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysi avtomatik korobkasi bo'ladi, okalar. Mashinaga yaxshi amerikanka, tepas qimmat ledlar qo'yilgan. 4 ta yangi yumshoq archa bloklarigacha ham qo'yib qo'yishdi. Tonirovka ruxsati hali 7 oy bor ekan. Mashina полностью shumkalagicha ham qilingan. Salon holatlaridan ko'rishingiz mumkin, okalar. Salonlar ideal holatda turibdi. Tablo ashshina qilingan. Sizning podograflar bor. Salon holatlari zo'r, tiniq holatda turibdi, urinib ketmagan. Evakorlar solingan, temir gaz ballonlarigacha ham uстановка qilingan. Motor, korobka, ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar, yuzaki krыло'sida bor ekan. Xo'p, kapotini mana shunday joyda pitno bor ekan. Или mana shu eshik moldundan pastda bir qarich pitnosi bor ekan. Qolgan joylar top-toza, o'zinglar uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Chiroyli aksion nomerlar bilan general danslargacha ham chiqadi. Bu mashina sizlar olmazda qilib minishingiz uchun $10,700 baholanadi. Bemalol telefon qilib, baraka qilishinglar mumkin, okalar.